Dunyo bo'ylab 1 kilogramm mol go'shtining o'rtacha narxi $6 tashkil etadi. Ayni paytda O'zbekistondagi o'rtacha narxlar esa $8-11 atrofida. Kun.uz muxbiri suhbatlashgan mahalliy qassoblarning so'zlariga ko'ra, yaqin kunlarda narxlar yana oshishi mumkin. Oxirgi yillarda go'sht narxining qimmatlashishiga bir nechta omillar majmuasi ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Birinchidan, chorva mollarini oziqlantirish uchun ajratilgan yer maydonlari qoramollar soniga mutanosib emas. Oldin mavjud bo'lgan yaylovlarning o'rni ekinzorga aylanishi bilan nomutanosiblik kengayib boryapti. Ya'ni fermer chorvachilikni kengaytirishni istasa ham buning uchun unda yetarli yer maydoni mavjud emas. Yaylov chorvachiligida go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishga qilinadigan xarajatlar qoramolchilikdagiga nisbatan ancha kam bo'lib, mahsulot ishlab chiqarish tannarxining pastligi tufayli go'sht narxini muvozanatlovchi asosiy omil hisoblanadi. Iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi sababli yaylovlarning qisqarishi tabiiy ravishda kuchayib boryapti. Shuningdek, buta va yarim buta o'simliklarni o'tin va boshqa xo'jalik ehtiyojlari uchun chopib olish ham yaylovlar inqirozi va cho'llanish jarayonini tezlashtirgan. O'z navbatida yaylovlarning qisqarishi mavjud zaxiralardan ko'proq foydalanishni taqozo etadi. Buning oqibatida o'simliklarning normal o'sib rivojlanishi va urug' hosil qilishi, tuproqqa urug'larning to'kilishi kabi muhim tabiiy jarayonlar sekinlashadi. Ya'ni hozirgi narxlar oshishini barqarorlashtirish, bozordagi taklifni oshirish uchun birinchi navbatda mazkur ko'p yillik tizimli muammoni hal qilish kerak bo'ladi. Cho'l yaylovlarning hajmi va hosildorligini oshirmay turib, ularda boqilayotgan chorva hayvonlari bosh sonini ko'paytirishning iloji yo'q. Masalan, ayrim mamlakatlarda yaylovlar holatini yaxshilash uchun har yili 1 yillik o'simlik urug'larini sepish yo'lga qo'yilgan. Ikkinchidan, go'shtning katta qismi odamlar tomonidan xonadonlarda yetishtiriladi. Bunda qo'shimcha daromad olish maqsadida yosh qora mol chorvadordan sotib olinadi va semirtirib sotiladi. Shirot va kunjara kabi mahsulotlar narxining tez o'zgaruvchanligi, yem-xashak uchun yer maydonlarining yetarli emasligi, makkajo'xori kabi ekinlarni ekishga qo'yilgan norasmiy cheklovlar chorva uchun oziq-ovqat narxlarini qimmatlashtiryapti. Natijada umumiy narx oshishidan iste'molchilar aziyat chekyapti. Umuman, go'shtga paxta yoki g'alla kabi birinchi navbatdagi strategik mahsulot sifatida qaralmaydi. Uchinchidan, 2025-yilda global miqyosda ham go'sht narxining o'sishi kuzatilyapti. Masalan, BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining, ya'ni FAOning mol go'shti narxlari indeksi mart oyida 132 punktdan oshgan. Bu oxirgi 33 oydagi eng baland ko'rsatkich. Narx qimmatlashishi qo'shni respublikalarda ham kuzatilyapti. Jumladan, mart oyida Qozog'istonda mol go'shti narxi 3,5% ga, qo'y go'shti narxi esa 3,4% ga oshgan. Qirg'izistonda esa go'sht mahsulotlarining inflyatsiyasi 3% bo'lgan. Go'sht narxining qimmatlashishi respublikaning turli hududlariga har xil ta'sir qilgan. Masalan, Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida mol go'shti 95 ming so'mdan 110 ming so'mga, qo'y go'shti esa 110 ming so'mdan 120 ming so'mga oshgan. Namangan viloyatining Chortoq dehqon bozorida laxim mol go'shtining bahosi 110 ming so'mdan 130 ming so'mgacha. Farg'ona shahrida esa 120 ming so'mdan 150 ming so'mgacha ko'tarilgan. Toshkent shahridagi savdo rastalarida esa 120-125 ming so'm oralig'ida sotilgan laxim mol go'shtining narxi 140-150 ming so'mga yetdi. Go'sht so'nggi yillarda eng ko'p qimmatlagan mahsulotlardan biri. 2010-yilning oxirida 1 kilogramm go'sht narxi 9 ming so'm, 2011-yil yakunida 15 ming so'm, 14-yilning o'rtalarida esa 26 ming so'mdan taklif qilingan. Bu ko'rsatkich keyingi yillarda quyidagicha o'zgardi. 2016-yilda 35 ming so'm, 2017-yilda 38 ming so'm, 2018-yilda 46 ming, 2020-yilda 60 ming, 2021-yilda 70 ming, 2022-yilda 90 ming so'm, 2024-yilda 120 ming so'm va 2025-yilda esa 140 ming so'm. Statistika qo'mitasining rasmiy raqamlariga qaraydigan bo'lsak, 2017-yildan keyingi davrda ham suyakli mol go'shtining narxining oshishi mamlakatdagi o'rtacha inflyatsiya ko'rsatkichidan baland bo'lgan.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2024-yilda O'zbekistonda 2,9 million tonna go'sht tirik vaznda yetishtirilgan. Bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan qariyb 4% ga ko'p. O'z navbatida go'sht yetishtirish 2023-yilda 2,8 million tonnani, 2022-yilda esa 2,7 million tonnani tashkil etgan. Ya'ni aholi iste'mol qiladigan go'shtning asosiy qismi mamlakat ichkarisida yetishtiriladi. Shu bilan birga yildan yilga import hajmi ham oshib boryapti. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda O'zbekistonga 510 million dollarlik go'sht va go'sht mahsulotlari import qilingan. Shundan 366 million dollarlik mahsulot qariyb 94 ming tonna qoramol go'shti hissasiga to'g'ri keladi. Bu 2023-yilga nisbatan miqdor jihatdan 57% ga, qiymat jihatdan esa 51% ga oshgan. Shuningdek, o'tgan yilda 119 million dollarlik tirik hayvonlar importi amalga oshirilgan. 2025-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga 108,5 million dollarlik o'sish 85%, qariyb 27 ming tonna, o'sish 76% qoramol go'shti olib kirilgan. Bunda 1 kilogramm go'shtning o'rtacha bahosi 4,8 dollarni tashkil etgan. Taqqoslash uchun o'tgan yilning mos davrida bu ko'rsatkich 3,9 dollarga teng edi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda go'sht importi uchun bojxona bojining 0 stavkasi qo'llaniladi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mol yoki qo'y go'sht narxining oshishi odamlarning moliyaviy holatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ayniqsa aholining ijtimoiy zaif qatlamlari, pensiya oluvchilar, kam daromadli oilalar va ishsizlar bundan eng ko'p zarar ko'radi. Go'sht sog'lom ovqatlanishning ajralmas qismi, ammo uning qimmatligi kundalik ratsionda ushbu mahsulot ulushini kamaytirib, inson salomatligi uchun muhim bo'lgan moddalar yetishmovchiligiga sabab bo'ladi.